Assalomu alaykum. Men Qurbonova Oysulov. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida tug'ilganman. Hurmatli prezidentimga, butun O'zbekiston xalqiga, qolaversa yer yuzidagi mo'min musulmonlarga murojaatim qilmoqchiman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, butun dunyoda yuz berayotgan global o'zgarish, ob-havoning buzilishi, yomonlashayotgani, insonlar sezilarli darajada izdan chiqayotgani, urushlar, talafotlar bo'layotganini asl sababi nimada va nima qilishimiz kerakligini aytish uchun prezidentimga, xalqimga murojaat qilmoqchiman. Yoshim 52 yoshda, 4 ta farzandim bor. Bolaligimdan ko'p boshim og'rir edi. Voyaga yetib, yoshim ulg'aygan sari tushlarim ulg'aygan sari ko'rgan tushlarim hayotda sodir bo'lardi. Va bu holat murakkablashib borar edi. Butun dunyoni shayton bosishi va ular o'lmasligi, biz maqbaraga yashirinishimiz kerak bo'lib tush ko'rganimda 2012-yil edi. Koronavirusning kirib kelishi va uning aslida nima ekanini ko'rar edim, ammo menda nega bunday holat bo'layotganini tushuna olmasdim. Ob-havoni buzilishi, zilzilalar, ko'chkilar, dahshatli quyunlar, yosh qizlarni, ayollarni erkaklar zo'rlashi, to'satdan yong'in chiqishi tushimga kirar edi. Bularning hammasi sodir bo'ldi va bo'lmoqda. Biz bu holatdan chiqib ketishimizning yagona yo'li butun yer yuzidagi xalqlar musulmon bo'lishi va g'orga yashirinishi, ularga belgi qo'yilishi, Allohning qudrati bilan mo'min musulmonlarni omonda saqlashini aytmoqchiman. Men istiqomat qilayotgan Uzun tumanida Abu Hurayra Oqostona bobo mahallasida Oq Ostona bobo maqbarasi bor. Maqbara yonida mahalliy tilda chillaxona deyiladi. Qadimiy g'ishtdan qurilgan yer ostiga yo'l bor. Xonalarga kirar ekansiz, har birining orasida emaklab kiradigan tuynik bor. Tuynik Allohning qudrati bilan torayadi va kengayadi. Bu tuynikdan mo'min musulmongina kirishi mumkin. Ichkariga kirishda xonalar kengayib ketavergan. 3-xonaga kirganingizda tuproq cho'kish natijasida yo'l yopilib qolgan. Tuproqni tozalab yo'lni ochishimiz kerak. Nima uchun bu haqda shu mahalgacha aytilmagan deyishingiz mumkin. Allohdan izn kelmagunicha ayta olmasdim. Shungacha qiynaldim, ammo kutishga majbur edim. Hurmatli mutasaddi xodimlar, diniy idora vakillari, murojaatimni ko'rib chiqasiz degan umiddaman. Vaqtimiz juda oz. Bu ishda hech qanday dunyoviy manfaat yo'q. Butun yer yuzini mo'min musulmonlari azob chekmoqda va uyg'onadigan vaqtimiz keldi. Men Allohdan izn qilingan, shu kungacha Alloh nimani o'rgatgan bo'lsa, batafsil elimga, yurtimga, xalqimga aytishga va o'rgatishga va ularga Alloh buyurgan narsani xabarini yetkazishga tayyorman. Oddiy bir insonman. Oddiy oilada tug'ilganman.
Shu kungacha o'zimda nima bo'layotganini toki bilib olgunimcha ko'p vaqtlar o'tdi.